O'zbek kino olamida o'z o'rniga ega bo'lgan taniqli aktyorlardan biri Rixsitilla Abdullayev haqida yomon xabar tarqaldi. Afsuski, assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Salbiy rollarni qoyilmaqom ijro etadigan, nafaqat ijodda balki hayotda ham o'ta nozikda bo'lgan ijodkor boshqa hamkasblari singari moddiy qiyinchiliklarni boshidan kechirmagan bo'lsa-da, osonlikcha mashhur insonga aylangani yo'q. Aktyor Toshkent shahrida tadbirkorlar oilasida dunyoga kelgan. Uning oilasida 4 o'g'il bo'lib, Rixsitilla Abdullayev ularning kenjasi hisoblanadi. Garchi oila a'zolari orasida san'atkorlar bo'lmasa-da, Rixsitilla bolaligidan san'atga juda qiziqqan. Bolaligimiz ko'p qavatli uyda o'tgan. U paytlari hammaning uyida ham televizor, video magnitofon bo'lmasdi. Dadam xorijdan video magnitofon olib kelgan. Yozgi ta'tilda bolalar uyda zerikib, biznikiga chiqardi. Talab yuqori bo'lib ketganidan keyin texnikani birinchi qavatdagi hovliga olib chiqishga qaror qilganmiz. Keyin xayolimga tomoshani pulli qilish g'oyasi kelgan. Ota-onalar ham bolalari ko'z oldilarida ekrandagilarni xursand bo'lib pul berishardi. Ammo ko'p o'tmay qiziqish pasaygan. Chunki bolalarga bizdagi multfilmlar yod bo'lib ketganda. Keyin teatr tomoshalarini sahnalashtirish g'oyasi paydo bo'lgan. Balki ishonmassiz, ammo biz sahnalashtirgan tomoshalarda maxsus kiyimlar, rekvizitlar bor edi, deydi aktyor. Rixsitilla Abdullayev Yunusobod tumanidagi 272-maktabni tamomlab, hozirgi O'zbekiston Davlat san'at hamda madaniyat institutiga hujjat topshiradi. Bo'ylari baland, aslzodalarga xos ko'rinishdagi abituriyent ijodiy imtihon oladigan ustozlarda qiziqish uyg'otgan. Boisi drama aktyorligi bo'limiga aktyor tanlanayotganda nafaqat uning iqtidori, balki tashqi ko'rinishi ham hisobga olinadi. 1999-yilda institutni tamomlab, shaxdam qadamlar bilan teatrga ishga kelganman. Albatta, shtat asosida ishga olishni oson bo'lmagan. Shu orada Toshkent telekanali buyurtmasiga ko'ra 40 tog'oraning 40 nog'orasi nomli serial suratga olinadigan bo'ldi. Teatrdagi barcha aktyorlar unga taklif etildi. Ular orasida men ham bor edim. Rolim juda kichik bo'lsa-da, odamlarning yodida qoldim, deydi Rixsitilla Abdullayev. Rixsitilla Abdullayev O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovning to'ng'ich qizi Nodira Ahmedova bilan oila qurgan. O'sha paytda Yoqub Ahmedov O'zbek Milliy akademik drama teatrining direktori edi. Rahbarning qiziga ko'ngil qo'ygan oddiy aktyorning qaynotasidan rozilik olishi oson kechmagan. Oila qurishimiz juda qiziq kechgan. Nodiraning yaqin dugonasiga ko'ngil qo'ygandim. U haqidagi ma'lumotlarni Nodiradan olib turardim. Ammo ancha vaqtgacha uni Yoqub Ahmedovning qizi ekanligini bilmaganman. Keyin Nodiradagi ustun jihatlarni ko'rib, unga sovchi yuborishga qaror qildim. U teatr rahbarining qizi ekanligini bilganimda sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketgan. Fevral oyida sovchilarni yuborgan bo'lsam, iyunga qadar ko'zlariga ko'rinmay yurganman. Hatto majlislarga kirganda ham bir chekkada indamay o'tirardim va birinchi bo'lib xonadan chiqib ketardim. Nodira hamda Rixsitilla Abdullayevlarning Tojrahmon, Aslzoda, Mohizoda ismli farzandlari bor. Yoqub Ahmedov ulardan to'ng'ich farzandlarining ismini Tojrahmon deb qo'yishini iltimos qilgan. Chunki ustoz san'atkor nabirasiga otasining ismini qo'yishni orzu qilgan ekan. Rixsitilla Abdullayev nafaqat kinoda, balki teatrda ham sermahsul ijod qilgan. Qirol Lir, Makr va Muhabbat kabi xorij klassikasidagi rol ijro etgan. Unga Navoiy spektaklida bosh rolni ijro etish baxti ham nasib etgan. Aktyor kinodagi ilk rolini Muhabbat sinovlarida ijro etgan. Ammo mazkur epizod rol unga mashhurlik keltirmagan. Oradan 3 yil o'tib Rustam Sa'diyev uni Kelgindi kuyov filmiga taklif etgan. Suyunbek roli aktyorning komik mahoratini ko'rsatishga turtki bo'lgan. Oradan 18 yil o'tgan bo'lishiga qaramay, Suyunbek tomoshabinlarning eng sevimli qahramonlaridan biri bo'lib qolgan. Rixsitilla Abdullayev deganda ko'z oldimizga Aslzoda imijiga e'tiborli aktyor keladi. U liboslari hamda mayda aksessuarlar uchun ham katta mablag' sarflaydi.
Bu borada qaynotamdan ham ko'p marta tanbeh eshitganman. Qimmatbaho bejirim narsalarni yaxshi ko'raman. Hatto soat va bo'yinbog' uchun ham ko'p pul sarflayman. Oila qurmasimdan avval kiyim boshimni tartibga keltirish 3 ta kelinoyimning vazifasi edi. Ular qaysi ishni yaxshi qilishlariga qarab ishni taqsimlardim. Ya'ni bir kelinoyim shimni, boshqasi esa ko'ylakni dazmollashga usta edi. Hozir bu ishlarni ayolimning o'zi bajaradi, deydi aktyor. Uning turmush o'rtog'i Nodira Abdullayeva ingliz tili o'qituvchisi. Aktyor ayolining ishlari va tajriba orttirishiga qarshilik qilmaydi. Uni hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Rixsitilla Abdullayev ijoddan tashqari tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Uning sayohatlar uyushtiradigan va to'y oqshomlarini tashkil etadigan firmalari bor. Aktyorning o'g'li Tojirahmon Nig'matullayev otasining kasbini davom ettirishga qaror qilgan. U ayni kunda aktyorlik bo'yicha tahsil olib, teatrda kichik rollarni ijro etadi. Aktyor intervyularining birida hamkasbi Dilnoza Kubayeva bilan nega rol ijro etishni yoqtirishi va uni boshqa aktyorlardan qizg'anishi haqida gapirib bergan. Dilnoza bilan ilk marta Andishali kelinchak spektaklda partnyor sifatida ishlaganmiz. Men Arslonbek Dilnozaxon Olmaxon rolini ijro etgan. Dilnozani partnyor sifatida rashk qilaman. Rustam Sadiyev hamda Gulchehra Jamilova, Lola Eltoyeva hamda Alisher Hamroyev, Zuhra Ashurova hamda Begzod Muhammad Karimov kabi tomoshabinlarning sevimli kino juftliklari bor. Umuman olganda hamma aktyorning o'z partnyori bor. Biz ham Dilnoza bilan shunchaki partnyormiz. Uni partnyorim sifatida doimo boshqa hamkasblarimdan qizg'anaman, degan edi Rixsitilla Abdullayev. Shuningdek, aktyor o'zining muxlislaridan baloga qoldi. Aktyor Sug'diyona filmida hamma ayollar fohisha degan gapni ishlatgani uchun muxlislarning tanbehiga uchradi. Bundan bir necha yil avval rejissyor Bahrom Yoqubov tomonidan suratga olingan Sug'diyona filmini tomoshabinlar yaxshi eslashadi. Bu filmda bosh rollarni xonanda Sug'diyona, aktyorlar Farruh Soipov va Rixsitilla Abdullayev ijro etgan edi. Kartinada Rixsitilla Abdullayev hamda Farruh Soipovning tungi klubda suhbat qurayotgan lavhalari bor. Gap shundaki, unda Rixsitilla Abdullayev Farruh Soipovga qarata hamma ayollar fohisha, meni tuqqan onamdan tashqari degan ekan bir italiyalik. Undan nima uchun bunday deyapsiz deb so'rashsa, chunki meni onam tuqqan, u men uchun farishta degan ekan, deydi. Instagram ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilaridan biri Rixsitilla Abdullayevning shaxsiy sahifasiga yuqoridagi so'zlarni eslatib izoh qoldirdi. Bir narsa hech yodimdan chiqmaydi. Sug'diyona filmida bir italiyalik faylasufning barcha ayollar degan gapini aytgandingiz. Sizning ham qizingiz, singlingiz bo'lsa kerak. Ertaga qizingiz shu filmingizni ko'rib, o'zingizdan ham so'rar balki. Tan olish kerak, rolni qoyilmaqom qilib o'ynagansiz. Ammo biz o'zbekmiz. Bizning milliy qadriyatlarimiz, odob-axloqimiz, mentalitetimiz bor. To'g'ri kelgan gapni to'g'ri kelgan joyda aytish bizga yarashmaydi, deya Rixsitilla Abdullayevning fikri bilan qiziqqan. Aktyor Rixsitilla Abdullayev muxlisining e'tirozlarini bee'tibor qoldirmadi. Bu bahsli masala. To'g'risi, u vaqtlarda kinoga endigina kirib kelgan edim. Mening fikrimni hech kim eshitmas edi. To'g'ri tushuning, bizni ssenariyda bor narsani ijro etishga majburlashardi. Hozir ancha ulg'aydik, fikrimizni o'tkazamiz, deb javob izohini yozdi aktyor. Shuningdek, muxlislardan biri uning ovoz tembirini maqtab, futbol o'yinlarini sharhlash taklifini bildirdi. Rixsitilla Abdullayev esa unga javoban futbolni tushunmasligini, o'yinchilarning ismlari yodida qolmasligini va ammo harakat qilib ko'rishini ma'lum qilgan.